OOP ning composition qoidasi qisqa va lo'nli. Bitta klassga mansub bo'lgan obyektning ichida boshqa klassga mansub bo'lgan obyektni xossa sifatida saqlashga composition deyiladi. Composition ishlatilganda obyektlarning orasida has a turiga mansub bo'lgan munosabat ro'y beradi. Bunga misol sifatida avtomashina va uni dvigatelini keltirsak bo'ladi. Demak, car has an engine. Ya'ni avtomashina dvigatelga ega degani. Bunda car va engine klasslari orasida composition munosabati bo'ladi. Composition yordamida biz obyektlarni xuddi hayotdagiga o'xshab tasvirlay olamiz. Inheritance dan farqi, inheritance-da obyektlar orasida is a munosabati bo'lsa, ya'ni bironta obyekt mana bu obyektga mansub deyilsa, endi composition yordamida bironta obyekt boshqa obyektga egalik qiladi turidagi munosabat bo'ladi.